Aslida mana konferensiyani davom etishida laparoskopiya bo'yicha trening mashg'ulotlari ham kiritilgan. Mana hozir do'stimiz Shuhrajon o'z bilimlarini sinayapti. Nima qilyapti? Papilyachi tikish bo'yicha musobaqa o'tyapti. Endi bu Shuhrajonga chap qo'lida tikadi. Sababi Shuhrajon bugungi laparoskopist yaqin 10 yildan beri shug'ullanadi. Vak bosinglar endi Shuhrajonga. Bu tomonda mana Jo'lonbek. Jo'lonbek ham kichkina doktor emas. Biz gaplarni eshitib kulyapti xolos. Lekin juda aktiv. Jo'lonbek ham tikyapti. Chap qo'lida tikadi Jo'lonbek. Endi buni hakamlar ko'rib baholashadi endi. Jo'lonbek bizga ham bitta qarab qo'ying. Akamiz. Do you from? Japan. Yaponiyadan kelgan akamiz mana.